O'zini ichida uyat tuyg'usi, ya'ni o'zini qabul qilmaydi, o'zining tanasidan uyaladi yoki o'zini oila a'zolaridan uyaladi yoki o'zidan uyaladigan, o'zini farzandidan, yashayotgan muhitidan, ishlayotgan joyidan uyat tuyg'usida yashaydigan qizlarimiz bor. Qo'rquv tuyg'usida yashaydigan qizlarimiz bor. Ya'ni o'zini fikrini gapirishdan qo'rqadi, ovozini baland qilib gapirishdan qo'rqadi, baland kulishdan qo'rqadi, qayerdadir raqsga tushishdan qo'rqadi yoki odamlar oldida uyalib qolishdan yoki unchalik chiroyli bo'lmaslikdan yoki deylik odamlarning bahosidan, odamlarning gapidan qo'rqib yashaydigan qizlarimiz bor. Bu ham bizga aynan mana shu yashashimizga, to'liq yashashimizga, hayotni to'liq his qilishimizga nihoyatda xalaqit beradi. O'zimizni solishtirishimiz, o'zimizni o'sha hasad tuyg'usida qolib ketib boshqalar bilan o'zimizni unda yaxshi, menda esa yo'q. Nima uchun unda bor, menda esa yo'q. Nima uchun u baxtliroq, men esa yo'qman degan holatda yashaydigan vaziyatda ham bu ham bizga aynan mana shu hayotni to'liq his qilishimizga, hayotni har bir daqiqasi biz uchun aslida bayram ekanini tushunishga xalaqit qiladi. Va aynan mana shu holatlar ichimizda yashar ekan va bor ekan, biz o'zimizga nisbatan bahoyimiz past bo'laveradi. O'zimizga bo'lgan ishonchimiz ham past bo'laveradi.